Assalomu alaykum do'stlar, hammaga xayrli tong. Bugun nahorga oshimizga yetib keldik. Xudo xolasa bugun tumanimiz markazi Sherdor to'yxonasidamiz. Bu yerda bugun 10 ta to'y bolaga qatna to'y bo'lib o'tadi. Buni Sevara Isomuhamedova opamiz uyushtirib, ehson tarzida o'tkazib bermoqda. Hattoki nahor oshlargacha qilib berilmoqda. To'y bolalarimizga hozir yetib kelsak biz ham velosipedlargacha tayyorlab qo'yishibdi. Gap yo'q ekan, respekt. Hattoki Sevara opam dadalari ham mana shu yerda o'zlari bosh bo'lib oshga tayyorgarlik ko'rishyapti. Gap yo'q. Sevara opa, gap yo'q, sizga respekt. Kuzatib turasizlar, xudo xolasa YouTube'imizda ham polni jonli efir ketadi.